Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimiz a'zolari. Aziz yurtdosh olinglar, xudo xolasa mana navbatdagi kecha fason darvozamizni ham o'z joyiga apel ustunovka qilib berdik. Azizlar, bu darvozamizni Namanganda yasadik, Qoraqalpog'istonga olib o'rnatib berdik. Qoraqalpog'iston Nukusga, Nukus shahriga o'rnatib berdik. Azizlar, ko'rishlaringiz mumkin, bu darvozamiz o'ta ideal materialda, ya'ni qalin materialda bo'ldi. Hop, yonlar qismlari bilan tanishtiradigan bo'lsam, yonlar qismlari 8 ga 12, 2,5lik stenada bo'ldi. Tagi qismi 12lik shivillarda bo'ldi. Tepalari ham 8 ga 12, 2,5lik stena, 12 ga 8 profillarda qilib berdik. Ichki qismlari har doimgidek 6 ga 4, 2lik stenada bo'ldi. Listlarimiz 1,8 stena bo'ldi, orqasi ham 1,8 stenada bo'ldi. Ya'ni shumkali variantda bo'ldi. Ovozdan eshitishlari mumkin. Azizlar, bu eshik ochilib yopilishiga e'tibor berasizlar. Uncha qismlarni ochib olib bera olmaydi. Xudo xolasa ham yo'g'i zakonniy bo'ldi. Kimga shunaqa darvozalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib berish xizmatlarimiz mutlaqo bepul.